Assalomu alaykum Surxonbozor kanalining muxlislari va obunachilari. Kanalni podpishka qilib, bitta like va komment yozib ketamiz. Bugun 2026-yil 15-yanvar sanasi. Bizni Zovurga ham suv keldi. Bilaveringki, bahor yaqin. Ob-havo zo'r, 3-4 kundan beri plus 16-17 gradus issiq. Xudo xolisa ertaga yomg'ir abishat qilyapti, sovuq oqim kelyapti deb ogohlantirish beryapti. Erta tong otsin bilamiz. Mana yana qo'yni haydab chiqdik. Bugun sal kechroq. O'zbekiston vaqti bilan 8dan 45 daqiqa o'tdi. Sal ko'klab qolgan o'tlarimiz. Xira-shira tuman bor. Bugun ham kun issiq bo'ladi deyishyapti. Ko'raveramiz sekin-sekin. Mana bu tomon bizni qishloq. Qo'ylarni sekin dalaga haydab chiqsak, tikonlar ancha yumshab qolgan. Hozircha baribir quruq o't, quruq tikon. Yana xudo xolasa bir hafta, 2 hafta uzog'i bilan 3 haftalardan keyin ancha ko'klab qoladi. O'shanda bir video tashlaymiz xudo xolasa. Hozircha shular. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kanalni podpishka qilib, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yamiz. Like'lar bosamiz. Hammaga rahmat. Poka.